Ko'pincha biz maqsad yozdim deb o'ylaymizda, istak yozamiz. Istaklar esa bizda aniq ishlanmaydi. Ya'ni men boy bo'lishni xohlayman deysiz. Bu maqsad emas. Yoki bo'lmasam baxtli bo'lishni istayman deysiz. Bu ham maqsad emas. Miya bunday gaplarni bajara olmaydi, chunki bizning miyamizga aniq koordinatalar kerak. Siz qo'yayotgan maqsadlar juda ham katta. Misol uchun, shu oyda 10 kilogramm ozaman. Lekin siz jarayonini yozmadingiz-ku. Esingizda bo'lsa, maqsadingizni kattaligi emas, uning aniqligi muhim. Ana endi sizga bitta amaliy mashq beraman. Dars oxirida o'zingiz uchun kuchli maqsadlarni yozishni o'rganasiz. Siz ham har yili aniq bu yil o'zgaraman deb, lekin 2-3 haftadan keyin yana eski holatingizga qaytib qolyapsizmi? Shu oy aniq 10 kilogramm ozaman deysiz, lekin amalga oshmaydi bu. Oy tugaganda siz yana o'sha vazningizda turaverasiz. Yoki bo'lmasam ingliz tilini, yangi tillarni o'rganaman, yangi narsalarni o'rganaman deysiz, u 2-3 kunda motivatsiya o'lib, yana o'sha holatingizda turaverasiz. Yoki bo'lmasam ibodatlaringizni qoldirmasdan qilishga qaror qilasiz, lekin 2-3 kun o'tgandan keyin yana qanaqadir muammolar bo'lib, siz tashab qo'yasiz bu narsani. Yoki bo'lmasam sizni oilangizda muammolar bor. Ichingizda ichki tanqidchi kuchayib ketgan, emotsiyalaringizni bostirasiz. Ichingizda nima hislab o'tayotganini bilmaysiz, ularni tanimaysiz va atrofingizdagilarga bu narsani tushuntirib bera olmaysiz. Va tushuntirib bera olmaganingiz uchun har doim ichingizda o'zingizni zaif yoki dangasa yoki menda nimadir noto'g'ri deb o'ylaysiz. Agar mana shunaqa muammolar sizni qiynayotgan bo'lsa, bugungi darslikni oxirigacha ko'ring. Men sizga mana shu muammolarni yechish uchun aniq ko'rsatmalar berib o'taman. Men doktor Barchinoy Panjiyevna shu sohada 3 yildan buyon tajribalarimni oshirib kelyapman va bu yo'nalishda shu paytgacha kurslar ham o'tganman, konsultatsiyalar ham o'tganman, alohida ishlaganman ham odamlar bilan va hozirgi kunda shaxsiy brendimni ham rivojlantiryapman. Shu paytgacha yiqqan bilim va tajribalarimni Orzular kaliti nomli kursimda o'quvchilarga berib kelyapman va bu kurs orqali har bitta o'quvchimni natijaga olib chiqyapman. Ularda maqsadni qo'rquvlarsiz qo'yish, emotsiyalarni to'g'ri chiqarish, ularni taniy olish va sog'lom insonlarga o'sha emotsiyalarni ko'rsatib berishni o'rgatib kelyapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu esa o'quvchilarimni kursdan olgan natijalari. Agar hozir shu yerda mana shu darslikni eshitayotgan bo'lsangiz, demak siz eng to'g'ri joydasiz. Yuqoridagi sanab o'tgan muammolarim sizda ham bo'lsa, darslikni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Ana endi muammoni yechimiga qaraymiz. Aslida bizda mana shu muammolar qayerdan kelib chiqadi va bularning sabablari nima? Sabablarni, psixologik ildizlarni ko'rib chiqamiz va oxirida sizga maqsad qo'yish va intizomni qanday shakllantirish haqida aniq bilimlarni, aniq yechimlarni berib o'taman. Ko'pchilik qo'ygan maqsadlari amalga oshmasligini intizom yetishmasligidan deb o'ylashadi. Lekin ko'p hollarda bu narsa maqsadni noto'g'ri tashkil qilinishidan kelib chiqadi. Bugungi darsda siz bilan nega aynan miyangiz ayrim maqsadlarni rad etadi yoki qanday maqsadlar sizni harakatga keltiradi va dars oxirida o'zingiz uchun kuchli maqsadlarni yozishni o'rganasiz. Ana endi maqsad qo'yishda odamlar eng ko'p qiladigan xatolar haqida gaplashamiz. Ko'pincha biz maqsad yozdim deb o'ylaymizda, istak yozamiz. Istaklar esa bizda aniq ishlanmaydi. Ya'ni men boy bo'lishni xohlayman deysiz. Bu maqsad emas. Yoki bo'lmasam baxtli bo'lishni istayman deysiz. Bu ham maqsad emas. O'zimni yaxshi his qilmoqchiman deysiz, lekin bu ham sizni maqsadingiz emas. Bular shunchaki istaklaringiz xolos. Miya bunday gaplarni bajara olmaydi, chunki bizning miyamizga aniq koordinatalar kerak va aniq koordinatalarni bilgandan so'ng o'sha koordinatalar bo'yicha harakatlanishi va o'sha ishni bajarishni boshlaydi. Tasavvur qiling, taksiga o'tirdingiz. Haydovchi sizdan qayerga boramiz deb so'rasa, siz yaxshi joyga deysiz. Taksi sizni qayerga olib boradi? Hech qayerga. Chunki u sizni aynan qaysi manzilga olib borishni bilmaydi. Xuddi shunday miya ham aniq manzil bo'lmasa, u harakat qilmaydi. Bizning miyamiz maqsadni qanday qabul qiladi? Ana endi miyamiz maqsadni qanday qabul qilish haqida gaplashamiz. Miyamiz energiyani tejashni yaxshi ko'radi. Har qanday yangi odat yoki bo'lmasam katta maqsad unga xavfdek tuyuladi. Shuning uchun u sizni eski odatlaringizga qaytarishga majbur qiladi. Shuning uchun siz ertaga boshlayman, hozir kayfiyatim yo'q yoki bo'lmasam hali menda vaqt bor degan fikrlar kelib, o'sha ishni orqaga surishni boshlaysiz. Bu dangasalikdan emas, bu shunchaki miyamizning himoya mexanizmi hisoblanadi. Shuning uchun miyaga o'sha yangi maqsadingizni xavfsiz ko'rinishda yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Nimaga maqsadlarimiz amalga oshmasligini 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab bu
maqsad sizniki emas. Ya'ni siz o'ylaysiz, hamma IELTS olyapti, hamma ozyapti, hamma boy bo'lyapti yoki bo'lmasam atrofingizga qaraysiz, hamma o'zini baxtli his qilyapti. Demak, bu narsalar menda ham bo'lishi kerak deb o'ylaysiz. Bu narsani siz aslida tashqarida xohlaysiz, lekin ichingizda xohlamaysiz va bunday holatlarda miya energiya bermaydi. Ichki motivatsiya bizda yetishmaydi va o'shaning uchun ham tashqarida xohlayotgan, hamma tashqarida qilayotgan ishlarni siz ham qilmoqchi bo'lasiz, lekin ichkarida bu sizni maqsadingiz emas. Va shuning uchun ham bu maqsadlaringiz amalga oshmaydi. Xo'p, ikkinchi katta sababi bu siz qo'yayotgan maqsadlar juda ham katta. Ya'ni sizning imkoniyat darajangizga nisbatan juda ham katta masshtabdagi maqsadlar bo'ladi. Misol uchun, o'zingizning moliyaviy holatingizdan kelib chiqmagan holatda bir oyda $10,000 topaman yoki bir oyda 20 kilogramm ozaman yoki bo'lmasam bir oy ichida IELTS sertifikatini yoki SAT sertifikatini olaman. Bu narsalarni olish imkoni bor, lekin aynan sizning hozirgi holatingizga mos bo'lmagani uchun bu maqsadingiz amalga oshmay qoladi. Miya chunki bunga ishonmaydi. Ishonmagan narsasini esa u bajara olmaydi, ishonmagan narsasi uchun u energiya bermaydi. Va yana muhim bo'lgan eng oxirgi 3-sababimiz, bunda siz maqsadni yozganda faqatgina natijani yozasiz. Misol uchun, shu oyda 10 kilogramm ozaman. Lekin siz jarayonini yozmadingiz-ku, miya manzilni biladi, lekin unga qanaqa borishi, qaysi etaplardan o'tib borishi bilmaydi-ku. O'shaning uchun bizga aynan etap har kuni qilinadigan ishlarni miyaga o'rgatishimiz kerak va o'shandagina biz maqsadimizga yengil, oson boramiz. Biz nimaga maqsadimiz amalga oshmasligini sabablarini ko'rib chiqdik. Ana endi maqsadni qanday qilib to'g'ri qo'yishni o'rgataman va buning uchun sizga bitta ajoyib formula beraman. Bunda birinchi o'rinda maqsad o'zingizniki bo'lishi kerak. Ya'ni agar sizni hech kim ko'rmasa ham bu maqsadni, bu ishni har kuni qilarmidingiz? Agar javobingiz tayyor bo'lsa, demak davom etishingiz mumkin. Ana endi ikkinchisi, maqsadni o'lchovi bo'lishi kerak. Ya'ni men ko'p kitob o'qishni xohlayman, ko'p kitob o'qishim kerak degan maqsad qo'yish bu xato bo'ladi. Bizga aniq o'lchov kerak. Ya'ni bir oyda 4 ta kitob tugataman yoki 5 oyda 10 ta kitob tugataman degan aniq sifralar bo'lishi kerak. Va bizda muddatni belgilashimiz kerak. Ya'ni deadline qo'yishimiz kerak. Agar miya aniq muddatni bilmasa, aniq muddatni ko'rmasa, u hech qachon shoshilmaydi, orqaga surishda davom etaveradi. To'rtinchisi, jarayonni yozishingiz kerak. Ya'ni har kuni 30 minut yoki haftada 3 marta, oyda 20 ta so'z yoki oyda 20 marta degan aniq jarayonni etaplari bo'lishi kerak. Va eng asosiysi, nima uchun bu maqsad sizga muhim va agar bu maqsad sizda hayotingizda aniq bir o'ringa ega bo'lsa, sizga qanday natija olib kelgan bo'lardi? Agar javobingiz aniq bo'lsa, sizda ichki motivatsiya ham shuncha uzoqroq davom etadi. Ana endi sizga bitta amaliy mashq beraman. Bitta qog'ozni olib, ruchka bilan o'tirib yozishni boshlang. Birinchi savolimiz: 1 yildan keyin o'zingizni qanaqa holatda tasavvur qilasiz? Javoblarni yozing. Ana endi ikkinchi savolni yozamiz. Nima uchun aynan shunaqa hayotni xohlayapsiz? Bunga ham javoblaringizni yozishni boshlang. Va uchinchi eng muhim savolimiz: bu maqsad siznikimi yoki boshqalarniki? Misol uchun, yuqorida ham aytib o'tdim, jamiyat xohlayotgan bo'lishi mumkin bu maqsadni yoki ota-onangiz xohlayotgan bo'lishi mumkin yoki umuman o'zingiz boshqalarda ko'rib xohlayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin aynan ichingizdan bu maqsad sizni yondirishi kerak. Ana endi 4-savol: bu maqsadingizni amalga oshirish uchun ertadan nima ishlarni qilishni boshlaysiz? Jarayonni ketma-ketligi bilan yozib chiqsangiz, miyaga aniq yo'l xaritasini chizib berishingiz kerak bo'ladi. Va ana endi o'sha yo'l xaritasida har bittasida yozilgan o'sha jarayonni, har bir etapni eng kamida 2 minutdan qilishni boshlayman. Eng kamida 5 minutdan qilishni boshlayman deb miyaga kichkina buyruqchalar berishni boshlaysiz va miya bu narsani xavfsiz, oson deb qabul qilganda uni bajarish shunchalik tez bo'ladi. Esingizda bo'lsa, maqsadingizni kattaligi emas, uning aniqligi muhim va intizom uchun iroda kuchli bo'lishi shart emas, aniq tizim bo'lishini o'zi yetadi va miyaga qanchalik aniq instruksiya bersangiz, u shunchalik sizni o'sha maqsadingizga olib boradi. Va bu darslikni ko'rganingizdan keyin har kuni o'zingiz uchun eng kamida 3 tadan maqsad qo'yishni boshlang. Miya qancha ko'p aniq maqsadlarni ko'rishni boshlasa, u ertaga manzilni ko'radi va siz xohlayotgan 1 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi, qanaqa holatda, qanaqa obrazda bo'lishni xohlasangiz, siz aynan o'sha instruksiya bo'yicha, o'sha yo'l xaritasi bo'yicha harakatlanasiz va aynan shu obrazingizga erishasiz. Izohlarda esa bitta maqsadingizni yozib keting. Men imkon qadar uni o'qib chiqib, fikr bildirishga harakat qilaman. Agar bu dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Ko'rishguncha!